ketdi. Bir ikkita qimmat zaptatlar o'lgan ekan, almashtirib qo'ydi. Faqat qo'llar qolmadi, zo'rib qoldi. Xo'p, nech pul bo'ldi? $600 bo'ldi. Xo'p. Mana. Rahmat. Aka bitta savolim bor. Nima ish qilasiz? Sog'lashmadingizmi? Doktorman, neyroxirurg. Bunday qilib 20-30 ming dollar pul topasizlar. Bizga o'xshab mana qoramoyga botmaysizlar. Motorisiz a? Shu moshlarni nech pulga motor qilib berasiz? 20 ming dollarga. Qilib berasizmi? Adlashyapti aka. Bo'ldi qilib beraman. Pul naqmi? Puli naq. Faqat bir shartim bor. Motori ishlab turganda remont qilib berasiz. Kelishdingmi? Aka ajoyibmisiz? Hech qaysi usta ishlab turgan motorni remont qila olmaydi. Biz doktorlar inson nafas olib turganida, yuragi urib turganida operatsiya qilamiz. Siz adasiz motorni boshqatdan remont qilishingiz mumkin. Biz adasak inson hayotga boshi qaytib kelmaydi. Bizning farqimiz shunda. Mayli aka, rahmat.